Hammaga salom. Sizlardan Sonic Players kanali. Bugungi videoda PlayStation 3 pristavkaga redki o'yinlar, ya'ni redki disklar, ya'ni kolleksiya qilish mumkin. Topish qiyin emas redki disklarni. Obzorimiz o'sha haqida bo'ladi. Sizlarga iltimos, agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib keting, like bosing va do'stlarga ulashib qo'ying. Qani biz ketdik. Xo'p, bizda birinchi o'yinimiz bu Blur o'yini. Judayam kamyob disk. Agar topilib qolsa ham olib qo'yishlaring mumkin. Ya'ni diski ham har xil bo'ladi albatta. Yangi holatdagisi va manuallisi bo'ladi. Hozir bunaqa manuallarni ham topish qiyin bo'lib qolgan. Ayniqsa mana shunda. Demak, birinchi o'yin Blur. Hamma biladi bu hit o'yinligini, O'zbekistonda ayniqsa, chet elda bo'lmasa ham. Bizda keyingi o'yin Very the Wild Singsayar o'yini, video o'yini. Demak, bunda kinosi ham chiqqan. Judayam ajoyib holatda. Oq-qora manual. Disk judayam ideal holatda. Bizda demak Yevropeyskiy versiya. Bizda keyingi o'yin John Woo taqdim etadi. Stranglehold. Demak, buni bilmaganlar bo'lsa, agar Kruto Svarenniy degan kino bor. O'sha Cho Yun Fat o'ynagan Tony Leung. Bu o'sha kinoning davomi. Faqat o'yin formatida. Xo'p, bu ham redki diskga kirib qoldi, kamayib ketyapti. Juda ham zo'r o'yin, ayniqsa 2006-yilda chiqqan. Hozir grafika eskirgan bo'lganimdan juda ajoyib o'yin. Bizda keyingi o'yin demak God of War Saga. 5 ta o'yin bor. Demak, bu ham redki disk. Bu yerda demak PSP ni o'yinlarni ham yuklab olsa bo'ladi. Rise of Olympus bilan God of War. Va bu yerda qaranglar, disk birinchida God of War 1 va ikkinchi chast. Hoppa. Disk 2da demak God of War 3-chast. Demak, zo'r o'yin. Hamma chastlari bir, endi Ascension yo'q. Ascension'da topish mushkul emas. Bizda yana God of War Collection 1-2si. Demak, bu disklar ham yo'q bo'lib ketyapti. Redkiligiga kirib boryapti. Kolleksiyaga juda ham yaxshi. Bu amerikanskiy disk. Bu ham amerikanskiy saga. Xo'p, bizda keyingi o'yin Yevropeyskiy Sega Rally. Ruskaya versiya. Oq-qora manual. Disk yaxshi holatda. Xo'p. Keyingi o'yin Shinji Mikami Resident Evil o'yinlarni eshitgan bo'lsangiz, o'sha rejissyor Shadows of the Damned o'yinni chiqargan. Xuddi o'sha formatga o'xshaydi. Qurollar, har xil manuallar o'xshaydi. Afsuski bez manual ekan. Bizda keyingi o'yin Oblivion. The Elder Scrolls 4-qism. Bu yerda qalin manual bor va bu rangli, ko'zni quvontiradi, kartinkalari ko'p. Ko'rayotganlaringizdek. Undan tashqari bu yerda karta bor. Kartani ochib ko'ramiz. Kartalari bilan
Demak, bu o'yinga ham albatta qiziqadiganlar qiziqadi. Bu o'yin qanaqa deb savol berayotganlar uchun. Xo'p, mexanika nimalari bu Dark Souls'larga o'xshaydi. Lekin ochiq dunyo, xohlaganingizni qilasiz, Gitaga o'xshab desa ham bo'ladi, cheat kodlar yo'q. Va bizda Ninja Gaiden 2 Sigma. Ajoyib o'yin. Ninja Gaiden'ni o'ynamagan odam bo'lmasa kerak. Rangli manuallar. Judayam zo'r o'yin va qiyin. Dark Souls yoki Bloodborne qiyin deganlar adashadi. Bu o'yinni o'ynab ko'rmasa bilishmaydi. Bizda keyingi o'yin up, vверх, tepaga. Multfilmni ko'rgan bo'lsalaringiz agar yoshlikdadir. O'sha multfilmda o'yin shakli varianti. Yaxshi o'yin. Va bizda Hideo Kojimani ajoyib trilogiyasi kutib turibdi. Bu yerda demak Metal Gear Solid adashmasam PSP'niki, Peace Walker va Sons of Liberty 2 bu ham juda ham zo'r. PlayStation 2 ga chiqqan, bu ham PlayStation 2 ga chiqqan. Snake Eater hozir buni remake qilib chiqaryapti. Klassika HD formatida juda zo'r o'yin. HD Collection tem bo'li. Kolleksiyaga arziydi. Demak, kartinkasi ham bor. Bizda manual rangli, juda ham zo'r, ko'zni quvontiradi va polni komplektni larini topib ko'rsalaring ancha zo'r bo'ladi. Hammaga tavsiya qilaman. PlayStation 2 o'yinlarga qiziqadiganlarga juda ham ajoyib variant tarash. Bizda keyingisi redkilashib borayotgan o'yin Deadpool. PlayStation 3 ga ham chiqqan. Hozirgi kunda PlayStation 4 ga ham topsalaringiz bo'ladi, lekin PlayStation 3 ga chiqqan varianti kamyoblashib boryapti. Juda zo'r o'yin, slasher, ajoyib. Va yana bizda juda topish qiyin bo'layotgan o'yin Dante's Inferno Divine Edition. Albatta rukavasi o'rtacha holatda, endi eski o'yin, yaxshi saqlanmagan unchalik. Lekin ichidagi mana bu kartinkalari va boksi juda ham yaxshi holatda. Yaxshi holatda. Bizda demak bu amerikanskiy versiya. Lekin manuallari qora черный белый. Xo'p, bizda yana o'yin Cross XH Nice America. Qiziqadiganlar bo'lsa animeshniklar uchun juda ham yaxshi variant. Bunda varaqalari juda ham qalin bo'lib chiqadi. Bizga demak kelish shunaqa. Disk juda ham yaxshi, ajoyib holatda. Bizda keyingi o'yin Azuras Wrath. Dokumentatsiya ruscha tilida. Demak, manual yo'q, chunki disk o'zi redki. O'shaning uchun manual yo'q. Va bizda Alisa Madness Returns. Juda ham redki o'yin. Afsuski bunda ham manual yo'q. Manual bo'lsa sotib olaman. Komplekt bo'lish uchun. Bizda Uncharted Drake's Fortune birinchi chasti. Xo'p. Nega endi buni redki diskga qo'shyapman?
demak Uncharted birini ham ikkisini ham uchun topish muammo emas. Juda ham ko'p bunaqa disklar. Lekin men nima uchun tanladim? Demak bu birinchidan amerikanskiy va disk yangiday holatda. Yangi desa ham bo'ladi. Bir marta ham olib PlayStation 3 ga qo'yilmagan, umuman qo'yilmagan, o'zim ham qo'yganim yo'q. Gapni rost. Va manualni ko'ryapsiz, juda ham qiziqarli va rangli. O'shaning uchun redkiroq disk. Juda ham redki bo'lsa ham redkiroq disk. Va bizda yana o'shanaqangi Classics HD Ratchet Clank trilogiyasi. Demak, buni ham topsa bo'ladi. Demak, bu koreyskiy variant. Manuallari bor. Chorli-beli. Redki disk emas. Va biz davom etamiz. Demak, bizda Splinter Cell trilogiyasi. 3 ta chasti bitta diskda. Yoshlikda eslaysizlar albatta. Va eksiga bo'ladi. O'z vaqtida juda ham zo'r o'yin edi. Hozir demak o'ynasa ham bo'ladi, ayniqsa yoshlikda o'ynaganlar bemalol mazza qilib o'ynashadi albatta. Bizda demak keyingisi Simpsonlar. Demak redki disk. Redki disk. Afsuski bez manual disk. Nega shunga qaramay redki disk. Hop, bizda keyingisi Spyro Dance of the Dragon. Bu ham redkiroq disk. Juda ham zo'r o'yin. Qiziqadiganlar bo'lsa albatta. Demak, bizda keyingi o'yin bu eBay va shunaqangi saytlarda juda qimmatlashib ketgan $100 dan oshib ketgan diskimiz bor. Demak, bu diskimiz Spider-Man Shattered Dimensions. Manual complete redki disk. Redki disk. Shunaqasi chiqib qolsa, bemalol qo'yib qo'yishlaring mumkin javonlaringga. Bu demak tillaga o'xshagan narsa. Bizda keyingi o'yin bu Silent Blood Cars. Bu bizda demak horror o'yin. Shu bilan birgalikda demak redki disk. Afsuski manual yo'q. Disk ideal. Yevropeyka disk demak yo'q. Demak hozircha shular. Hop, bizda keyingi qism bo'ladi albatta, lekin agar like bosib podдержка qilsalaring, keyingi qismi boshlanadi. Ya'ni redki disk demak juda ham ko'p. Demak, sizlarga ozginasini ko'rsatdim. Yana agar keyingi qismlarni ko'ramiz deb niyat qilsanglar, bemalol like bosib, podдержка qilib, kanalga obuna bo'lib, do'stlar qo'shinglar. Albatta keyingi qism chiqadi. Hozircha xayr, ishlaringga omad.